Alo. Dada tez keling, oyim uy olmoqchi. Pulni qayerdan oldi? Kimdan so'rab yo'laysan? Dadasi bir xonali uyda 3 ta bola bilan siqilib ketdik. Pulimiz yo'q-ku. Mari Versace'da Ramazon aksiyasi ketyapti. Yo'q-a? Shunaqa. Dadasi bu yerda boshlang'ich to'lovsiz uy olsak bo'ladi. Oyma-oy to'lab boraveramiz. Remontiga yaxshi pul ketib qoladi. Bilaman-ku bu yo'llarni. Voy, dadasi remontini o'zlari qilib berar ekan. Yo'q-a? Ha, Ramazon aksiyasi dedimu? Qani ketdik. Dada, oyimga sholi chatki bo'ladi. Yur, aqllilik qilma. Qalay dadasi, yoqdimi? Voy, yoqdi, chiroyli. Faqat kamida 2-3 yillarda bitadi bu uylar. Voy dadasi, mana shu yil oxirigacha bitirib berishadi. Yo'q-a? Ha, shunaqa. Qani ketdik. Xo'sh dadasi, endi nimani bahona qilasiz? Yo'q, bahona emas, shu Qarang, oynalari bitgan, rishotkalari qo'yilgan. Yil oxirigacha topshirishadi dadasi. yaxshi. Yuring, men bilan yuring. Yo'q, Olamizmi dadasi? olamiz. O'ylam bunday bo'lsin. Rahmat. Rahmat. Tushunmadim.